Hikoya qilinadiki, bir kun bir qushcha Allohdan arazlagan edi. Kunlar o'tib borar, lekin qushcha Robbisiga hech narsa demas, u bilan so'zlashmas edi. O'zi bilan o'zi ovora, chuqur qayg'uga botgan edi. Farishtalar qiziqib Allohdan qushcha haqida dam-badam so'rar edilar. Va har so'raganlarida Alloh taolo farishtalarga u albatta keladi. Chunki uning ovozini eshitadigan yagona borliq menman. Va uning mittigina qalbidagi dardini tushunib, unga davo qiladigan yolg'izgina menman deb javob berardi. Bir ozdan so'ng qushcha qalbi mahzun, ko'zlari to'la yosh bilan bir daraxt shoxiga qo'ndi. Hech bir narsa so'zlamas edi. Sassiz sadosiz jimgina kutar edi. Alloh taolo qushchaga shunday xitob qildi: Qani menga so'zla. Joningni qiynagan, qalbingni g'amga botirgan qanday darding bor? Farishtalar qushcha nima der ekan deb maroqlanib kutishar edi. Qushcha biroz g'amgin, biroz dardli ohangda shunaqangi keng dunyoda kichkinagina bir uycham bor edi. Charchaganimda dam olar edim. Sovuq qotganimda isinar edim. Hech kimga ziyonim tegmas edi. Shunday keng dunyoda kichkinagina bir joycha edi. Hech kimning yerini tor qilmayotgan, hech kimga xalaqit bermayotgan edi. Sen ana o'shani ham menga ko'p ko'rding. Bevaqt chaqmoq yuborib, uychamni yiqitib, vayron qilding. Bechora qushcha endi so'zlay olmas edi. Chunki so'zlari bo'g'ziga tiqildi. Jimlik Rahmon arshida jaranglar edi. Va farishtalar boshlarini egib Allohning beradigan javobini kutishar edi. Alloh taolo: Ey qushcha, sen mening qulim emasmisan? Albatta sening qulingman, ey Robbim. Unaqa bo'lsa, nima uchun mening taqdirimga rozi bo'lmayapsan? Bilmagan narsang ustida meni ayblayapsan. Qushcha bo'ynini bukdi. Alloh taolo shunday dedi: Men sizlarga aytmadimmi? Sizlarning yaxshilik deb bilganingizda yomonlik, yomonlik deb bilganingizda yaxshilik bo'lishi mumkin deya. Bechora qushcha aybdorlik va xijolatchilikdan boshini xam qilib shunday javob berdi: Deding, ey Robbim, unaqada nima uchun hikmatini bilmagan narsalaring uchun meni ayblayapsan?
Qushcha hech narsa so'zlay olmadi. Uyasining yiqilishida mutlaqo bir hikmat bor edi. Ammo u qanday hikmat edi? Allohu Hakim farishtalarning ham, qushchaning ham qiziqtirgan u hikmatni bayon qildi. Sen ana o'sha uychangda dam olayotganingda seni ovlash uchun bir ilon uyingga to'g'ri kelayotgan edi. Seni qutqarish uchun chaqmoqga uyingni buzishni amr qildim. Shu sababdan sen u yerdan uzoqlashib, ilondan qutulib qolding. Sendan bir qancha balolarni senga bo'lgan muhabbatim sababidan uzoqlashtirdim. Sen esa seni va barcha narsalarni qamrab olgan muhabbatimni ko'rmasdan o'tkinchi balolar sababidan menga dushman bo'lmoqdasan.